Demak, tavsiyalarimiz o'tirgan paytimizda orqaga qiyshaygan holatda o'tiramiz va tanamizni bukilishiga olib keladi. Normal holatda shunday o'tiradigan bo'lsak, tanamiz demak buklangan holatda, o'tkak holatda o'tiramiz. Bu bizga odat bo'lib qolgan bundaqa o'tirish. Demak, shu o'tirishni o'zi ham bizni belimizni og'riq kasalligi yoki bo'lmasa umurtqalarimizdagi oldinga qarab qiyshayib borishni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun eng ma'quli ostimizda balandroq bir narsani ustiga o'tiradigan bo'lsak, tanamiz o'zi tabiiy holatda mana shunday o'tiradigan bo'lsak, tabiiy holatda tanamiz ko'tariladi. Ya'ni bu kablogli tufli kiygan paytdagi tanani holati to'g'ri turadida, kabloksiz tufli kiygan paytda yoki bo'lmasa shu poshnalik tufli kiygan paytda tanamiz to'g'ri turadida, poshnasiz tufli kiygan paytda orqamiz cho'kib qoladi. Orqamiz tushib ketadi, tazimiz bo'ynimiz oldinga cho'kib qoladi. Mana shu holatni o'zi tanamizdagi balansni, muvozanatni buzilishiga olib keladi. Ya'ni tanamizdagi muvozanatni buzilishiga olib keladi. Shuning uchun o'tirgan paytimizda tanamizni majburlab to'g'rilashga harakat qilish emas, unga o'sha o'zi to'g'ri o'tirish sharoitini yaratib berish. Bu eng asosiy yondashish bo'ladi desa bo'ladi.